Ko'pchiliginglar tonus bola uchun xavflimi deb savol beribsizlar. Tonus nima o'zi? Aslida matqamiz go'shtli organ hisoblanadi. Mana bu uni normal qavati, ya'ni go'sht qavati miometri. Mana bu esa qalinlashgan. Mana shu tonus. Qalinlashgan go'sht qavati tonus hisoblanadi. Har bir srokni o'ziga yarasha sababi bor. Masalan, hozir ko'rib turgan kartinangizda bolajonimiz 10 haftalik va bu yerda ko'pincha sabab bo'ladi. Oyisida organizmida gormonal yetishmovchilik, progesteron yetishmasa, chunki uni asosan platsenta ishlab chiqaradi. 10 haftalikda hozircha platsenta ishlamaydi, shuning uchun ham gormon yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, gazlar ichaklaringizdagi yoki ich qotishlari, mana shularning hammasi tonus keltirib chiqaradi. Agar tonus dam olganingizda yoki birozdan keyin o'tib ketadigan bo'lsa, butunlay xavfsiz o'ylamang. Agar doimiy qattiq og'riq bo'lib, pastga qovuqqa tortib og'riq berayotgan bo'lsa, uni davolatish kerak bo'ladi. Aynan bu tonus xavflimi, xavfsizmi, o'zingizda aniqlash mumkin.